yutadi biza. Kim qabrdan oxirgi bo'lib chiqsa yutadi. Challenge olamiz. Bu bizda 3 ta qabr bor va har bir qabrga bittadan ishtirokchi kiradi. Maqsad esa qabrdan oxirgi bo'lib chiqish. Bunaqa qabrni yoptirish shunday oson. Kerak bo'lsa men bir hafta yotaman deyishim mumkin. Lekin biz bunga qarshi narsa olib qo'yganmiz. Ya'ni bizda 24 xil sirli narsalar bor. Biz har bir raundda xohlagan sonimizni tanlaymiz. Masalan, men 10 son tanladim. Va menga ilon tushishi mumkin. Va biz shunaqa noodatiy narsalarga chidab qabrning ichida yotishimiz kerak bo'ladi. Va kim oxirgi bo'lib mana shu qabrdan chiqsa, o'sha 10 million so'm qo'lga kiritadi. Va birinchi bo'lib mana shu qabrdan qochib chiqqan qo'rqoqni esa biz mana shu o'rmonga tashlab ketamiz. O'ylashim bo'yicha qoidalarni to'liq tushundinglar. Ana endi bu videoni ham boshlasak bo'ladi. Do'stlar, hozir biz 1 million 900 ming obunachiga erishamiz. Ekranni ol. Va bani qo'ydi o'rtalar. Omonxon YouTube kanalida 1 million 900 ming obunachi bor. Va endi navbat 2 million obunachiga erishgan. Va 3 ta qoldi. Bittagina qoldi va do'stlar, men 2 million obunachiga erishim uchun aynan sizni obunangiz yetishmayapti. Shuning uchun ham hozir obuna bo'lib qo'ying. Chunki sizlar Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lish bilan mendan mana shu 6 ta sovg'a yutasizlar. Bular ichida 2 ta yepingi sumka, 2 ta Honor'dan naushniklar va 2 ta yepingi telefon. Lekin bularni yutib olishning atigi 3 ta sharti bor, tez tushuntirib o'taman. Birinchi sharti Omonxon YouTube kanaliga hozirroq obuna bo'ling. Ikkinchi sharti kommentariyaga telefon Honor bo'lgani uchun albatta Honor deb yozib qoldiring. Va uchinchi shartimiz Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Chunki konkurs o'zi Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalda esa men kommentariyada qoldirgan bo'laman. Yakshanba kundan boshlab Telegram kanalimda konkurs boshlanadi va bu sovg'alar birin-ketin sizlarga topshiriladi. Va endi bo'lmasam, sizlar mendan so'ragan yana bir ekstremal challenge-ni boshlaymiz. Va endi bo'lmasam navbat mana shu energiyaga boy videoni boshlashga. Va bu videoda Bobrello, Maqsudjon va Umid sariq qatnashadi. Va tabiiyki men ham. Va hamma bo'lmasa o'rtoqlar videoni cho'zmaymiz. Bu videoda kim boshlovchiligini aniqlab olamiz. Ya'ni biz hozir birin-ketin mana shu challengedan qog'ozlarni olamiz. Agarda kimga hakam degan yozuq tushsa, o'sha mana shu videoning hakami bo'ladi. Va qolganlar esa mana shu qabrlarga tushib qiynaladi o'rtoqlar. Va hamma bo'lmasa birin-ketin tanlaymiz. Va birinchi bo'lib Bobrello tanlaydi. Hakam bo'lishni real xohlamayman, chunki qabrga yotib, qo'rqib, qiynaldim kelmayapti. Hamma shunaqa bo'lgisi kelyapti hozir. Qog'ozni oxirida hammamiz birga ochamiz. Va men ham mana shu qog'ozni tanladim. Va ana endi Maqsud va men hakam tushishni xohlayapman, chunki o'tgan safar meni Omoniki juda ham qattiq qiynagan edi. Oldim mana. Umid oxirga qolgan. Menga esa prosta qolgani va bu hakam. Xo'p, qani ochchi bo'lmasa Umid? Va Umidga tushgan. Bu qabr. Demak, Umid hozir qabrga kiradi va ana endi bo'lmasam men ochaman. Iltimos, o'tgan safar hakam chud mazza qildim. Bu safar hakam tutsa prosta mazasini qo'shaman hammasini. Va menga hakam. Vamos! Menga ham qabr tushdi va ana endi men qabrga kirganman. 1 million beraman. Kimda hakam qog'oz bo'lsa, almashtiramizmi? Menda bo'lsa o'ylab ko'raman. Va hamma Bobrello iltimos hakam tutsin. Chunki hakamni sota olaman. Va Bobrelloga Qabr! Demak, bu Hakam tushdi, hakam. O'rtoqlar, menga hakam tushdi. O'tgan safargi qiynalganlarim haligacha esimda, shunaqa achchiq ketchuplar to'kilgani. Shuning uchun